Barchaga bugun RSI ya'ni Relative Strength Index indikatorini ko'rib chiqamiz. Bu indikator bizga bozorning haddan tashqari sotib olingan va haddan tashqari sotilgan holatini aniqlash uchun kerak bo'ladi. Ya'ni qachon biz sellga kirsak bo'ladi, qachon buyga kirsak bo'ladi. Bu indikatorni biz tasdiq sifatida ham ishlasak bo'ladi boshqa strategiyalar bilan birga qo'llagan holda. Xo'p, bu indikatori RSI deb yozsak, Relative Strength Index kelib chiqadi. Xo'p, buni nastroykasiga kirib turib o'zimiz to'g'lasak bo'ladi. O'zimizga to'g'ri kelgan holda. Xo'p, bu yoqda 70 qo'ysak bo'ladi. Bu yoqda 50, bu yoqda pastida 30. Ko'pincha men o'zim 80 buni qo'yib, pastida 20 qo'yib ishlataman. Shunda juda ham kuchli sell buyni aniqlasa bo'ladi u orqali. Lekin 70-30 ham yomon emas. Xo'p, o'rganib olishinglar uchun. Xo'p, biz to'g'ri oldik. Buni tilla misolida ko'rib chiqishimiz mumkin. Masalan, ana tepada 40-50 7 ga kelganda уже ikkala tarafida ham RSI da bizga sell signal bergan. Shu bilan sellga ketgan. I pastida ana 30 yorib o'tgan ozgina. Shu bilan bu buyga ketgan. Faqat buni boshqa strategiyalar bilan, kimdir SMC, kimdir klassika bilan ishlatadi. O'zingizga to'g'ri kelgan strategiyani qo'llab, ma'lum bir signal sifatida, ya'ni tasdiq sifatida ishlasangiz bo'ladi. Ko'proq tasdiq bo'lsa, shuncha win rate, ya'ni yutish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Tushunarli bo'lsa hammaga rahmat. Kimga signal kanal kerak bo'lsa, Telegram kanaliga o'tib daromad qilishingiz mumkin. Va yana yangi